Assalomu alaykum, Hazarasib Ahli va bizlar Bashkentdan kuzatuvchilar. Biz yana oltin bozoriga keldik. Bugungi kunda narx-navolancha bo'lib turibdi. Bugun 8-fevral. Narxlarni ko'ramiz, xudo xolasa. Qanaqa video obzorimizda boshlaymiz. Birinchi o'g'li Barnabkandan mashinamiz. Assalomu alaykum, Barnabka, yaxshimisiz? Assalom. Qana oltinlarcha so'm bo'ldi? Grammi 1.300.000 so'mdan, 350 da 350 o'tiribmiz, 280 bari o'tiribmiz. Ishqilib Kelishiladi. Kelishib beramiz. Bo'ldi, mana. Kelaverasizlar. Xudo xolasa keladilar. Tushuntirib o'tsin. Ha, zimikalar 1.300 dan, chiroylari bor. Bularning. Bular zimika ekan, Bular ham zimika. Ne zimika ekan? Mana bular 1.250 dan grammi. Bular 1.300 dan kelishib beraman. Kelishib beradiganlar bor axir. Har xillar. Bir 6 gramdan 2 gram adam boy. Bular 5 grammi bular? 3 gramdan 3 gram, 4 gram, 5 gram. 14 gram, 8,5 gram, 16,5, 18,5, 20, 21, her xil gramlar var. Gramına qarab pul chiqadi, to'g'rimi? Bular 15'lik, 20'liklar var. 20'ligincha bo'ladi shunda. 20'ligi 26 million bo'lib qo'yama. 20 gramdan bile 20 çıkmaydı. 20 da aytılgan bilan 18 gram çıksa, nasıl saplap? 18 gram olsa 1.300'den 24.700.000 so'm bo'ladi. 24.700.000 so'm. Qo'shni 20 gram bo'lsa 26 million bo'ladi. Tushunarli. Shunda 24 million 700.000 so'mlarga tushadi ekan, to'g'rimi? Har xil baho bo'lib tushadi ekan. Kilolaringiz ham 1.300 dan mi? Kilolarim ham 1.350 dan. 1.350. Yana qaytib beradan bor. Bir de asosiy bu narsasini tanlasalar bo'ldi, to'g'rimi? Bahosi bir bular. Bahosi 350 dan qaytib beraman, gelish. Gelasi shular tanlaysiz ekan, grammini tanlaysiz. Shuna qarab sizlarga keyin pullarni chiqarib beradilar. 1.350.000 so'mdan deb turibdilar. Bir de har xillari bor, ana. Ko'rishlaringiz mumkin, chiroylari bor edi. Gap yo'q. Ajoyiblari bor ekan. Endi assalomu alaykum. Komplektlar necha so'mdan? Komplektlar ham shu 1.300, 350, 750'lar bor, bular dollara yuradi. He, bular dollara yuradi. 180 dollardan, 185 dollardan karatına karat bular ham. Tushunarli. 1,5 karat, 2 karat, 1 karat. Alacak odalarning? Komplektlarda baholar bilan donasiga shuncha so'm bo'ladi. Komplektlar 10 gram bo'lsa 13 million bo'ladi. 13 million bo'ladi. 9 gram bo'lsa arzonlab beradi. 12-13 gramliklar undan qimmatlaydi. 1.300.000 so'mdan gram. Har xillari bor. Shu necha so'm bo'lib boradi shu? Toza geldi ishlar, toza vibollar. 10 milyondan bitta o'tadi shu. Sal o'tadi. Hisoblanda ya 10 million bo'ladi. Yaqinda ularning toza. Bu ham chiroyli ekan. Ular ham bemalol Chiroyli ekanligim bu. Chiroyli narsa. Klientlar bizlarga deb kelsa kelishib beramiz, xudo xolasa kelaverasizlar. Qaytib beradiganlar bor axir. Evet. Yo'rtursiz, bir de komplektlari chiroylari bor, muziklar. Kichkinan desangiz topib beradilar, qarang. Narxlari bor ekan bu yerda. Zo'rlari bor. Yo'rtursiz, eng chiroylari, saralari bor. Xudo xolasa kelasizlar, ko'rasizlar. 1.300.000 so'mdan qaytib beradiganlari bor ekan. Har xillari razmerlarga qarab baholar chiqadi deb turibdilar. Ko'rishlaringiz mumkin, chiroyli ko'rinishlari ajoyib. Gap yo'q. Uzuklarga keladigan bo'lsak, uzuklarning. Uzuklar ham 1.300 mi? Uzuklar 1.300 ekan, 350 ekan bor. 350 ekan bor, ha? Har xil bor. Birlam qo'shlilar, sal itlanaraq bo'ladi. Oddiy gizlar arzonroq bo'ladi. Bir ikkisi makaronlar. To'g'ri kelsa uni ham beraveramiz. Ularni aytib o'tsangiz, necha so'm miqdori bor edi? Bulancha so'm? 1,5 million, 2 million, 2,5 million, 1.700.000. Shuncha so'm. Bam chiroyli. 2 million birlikda. 2 milliondan, Bedaram gramına qarab pullari chiqadi ekan.
sırğalar har xillari bor, gelib ko'raverasizlar, uzuklari. Ne bo'ladi? 1,5 milliondan yine. 1,5 millionda tutdilar. 3 milyon 600 ming so'm gramı ketdi. Chiroyli ekan bu. Chiroyli narsalar bor ekan, ko'rishingiz mumkin. Bir-birsidan chiroyli narsalar. Gap bo'lishi mumkin emas. Gap qisqasi shunday chiroyli uzuklar kerak bo'ladigan bo'lsa, bir napkama kelarasizlar. Arzonlashtirib berasiz, xudo xolasa. Telefon nomeringizni yozib qoldiramiz. Yana xudo xolasa, agar oltinlar kerak bo'ladigan bo'lsa, challi agar olaman desangizlar arzonlashtirib, kelishtirib beradi Alloh bor. Nida bo'lsangizlar ham xudo xolasa. Bo'ladi, sog' bo'ling, salomat bo'ling, bozoringiz bersin. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mumkinmi? Qani, bizga necha so'mdan bo'lib turibdi? Aytib beringlar qani? Altınlama. Yo'q, sizdan necha bo'lib turibdi? Altınla 1 milyon 350 unaqa. Har xilisi bor ekan. Sizning mekalar necha bo'lib turibdi? Mekele 1 milyon 350'den. Sizning mekalarga qaranglar. Chiroyli narsa, ajoyib narsa. Gap qisqasi, bunalaring eng xoni zimeka bo'ladi shunda, to'g'rimi? Eng trendda bo'lib turgan narsa zimeka bo'ladi ekan. Endi kimani ishga yoqadi, olaverasizlar, endi xolos. Ha, endi michkilarni xohlaysizlarmi? Bularcha so'mdan bular. Bunlar 1 milyon 250'den. 1 milyon 250'dan, bu ham yaxshi ekan. Ko'rinishlari ajoyib. Bu kobra deylamang. Har xillari bor. Tizga qadonni tanlab olaverasiz. Bir-birsidan chiroylari, ajoyiblari bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Komplektlar necha so'm? Komplektlar ham brilliantlar 1 milyon 250'den, dorikalar 1 milyon 350'den. Bu brilliantmi? Bu dorikasi yine brilliant. Ha, bilaman. Necha so'm bo'lib boradi bular? Bahosini ham aytib o'tsangiz. Necha so'm bo'ladi? Bakası 9,5 gramlık nerse 1 milyon 300 bin sonra 12 milyon 350 bin sonra. 12 milyon 350. 350 bin sonra. 12 milyon 350 oladi ekan. Chiroyli ekan. Bular 9,5 milyon bo'ladi. Bular 9,5 million bo'ladi. Yunuslar ajoyib har xillari bor bu yerda. Yaxshi ekan. Nima narsangizning? Bom chiroyli ekan. 10 milyon 200 bo'ladi qaytib beramiz. Chiroyli narsa ekan, ko'rdingizmi? Qaysi bir yoqdi, yozib qoldiringlar. Yana shu ham chiroyli ekan. Ko'rinishlarini qarang. Yo'q, gap yo'q, ajoyib narsalar bor ekan. Bam chiroyli ekan. Endi gulicha so'm. 9 milyon 800 eng. Mana gullar, ajoyiblari bor ekan. Uzuklar sizgimi bu? Bular necha so'm? Chiroylar bor ekan, 1 milyon 200, 1 milyon 250. Har xillari bor ekan, kelib ko'raverasizlar. Gap qisqasi nechki yaqadagan bo'lsa, xudo xolasa bahosini. Ava, kelishib qaytib beradiganimiz bor axbar, bir-birsidan, to'g'rimi axir? Har birisidan kelishadiganlari bor, aytgan baholarlar bo'lmaydi, kelasiz. Chiroyli narxlarda beradilar, yana yosh qizlaringiz uchun nelar ham bor yana, qizchalar uchun. Yo'llar ham shu baho. 1,5, 2, 2,5, 3 million dum bor axir bedakilar, to'g'rimi? Har xillari bo'ladi bu yerda, ko'rasizlar. Kichkina yaqalagan bo'lsa, shunda olaverasizlar, xudo xolasa. Sirg'alari qaranglar, chiroyli ekan. Gap yo'q. Yaxshi, bozoringiz bersin, sog' bo'ling. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Mumkinmi? Hey? Mumkinmi? Chiroyli narsalar ekan. Chiroyli narsalar kerak bo'ladigan bo'lsa, yana har xillari bor, qarang, bir-birsidan bechirimlari, chiroylilari bor. Qulonlarning har xillari bor ekan bu yerda. Qachilardan xil o'xshaydi bu. Ha, hammasi rossiyskiy. Bu sotma bu?
Açıladi o'xshaydi. Ya rasm qo'yadimi? Ne, rasm qo'yadigan ekan-a? Men rasm qo'yib qo'ysa bo'ladimi? Ko'pincha rasm ko'rganman-da, endi kinolarda rasm qo'yib qo'yadi. Shuncha aytibman. Gap yo'q. Necha so'mdan berasiz bular grammini? 1.300.000 so'mlar. 250 beramiz. 250. 1.350. Zimikalar 350. İmmolar ne? Bular ham shu zimikalar 1 grammi 1.350.000. Bular mı zimikami? Ha, zimika. Meyda qilasiz? 1 grammi 9 gram. Bular zimika ekan. İmmolar ya börtme demedim mi? Kardinal mı? Bular 1.200.000 gram. Kilolari bilan chiroyli bo'lib turadi ekan. 1.200.000 so'mdan. Gap yo'q, ajoyib. Neydi kelsak? Komplektlaringiz. 1.300.000 so'mdan gram. Qaysi xohlasalar? Necha so'm bo'lib boradi shu vajiz? Chiroyli ekandim. 1.5 million bo'ladi. 10,5 million, lekin chiroyli ekan qara. Bunaqa men oxirgi moda. Bu Turkman boshimadi bu? Boshava modadan kamidi o'sira. Qadimki saqi. Ishi durishuncha so'm mana hozir? 13 million. 13 million. Ajoyibki. Mina toza geldi. Bilaman. 14 million. 14 million eng. 14 million ekan, lekin chiroyli ekan. Men mana endi bu 4 mushuk oshingiz. 13 million. Ish burchak. 4 burchakmi ish qilib. Chiroyli narsa ekan. Endi bungizni komplekti uzuk yo'q-ku mana. Komplektdancha bo'ladi. Sattık komplekti 13 million. Ha. Lekin topsa bo'ladi. O'zi endi isirg'alar keladi bo'lsa, isirg'angiz Sırla 6 million. 6 million. Bularingiz kichik. 5 million. Nimalar ne? 6,5 million. Yine bir sırla yine 6 million. Bu mu? Yüzükler gram 1 milyon 300'den halagan 1 milyon 300'den koştar. Xohlagan narxi. Necha so'm para? 3 milyona yakın dolar. 3 million yaqin bo'ladi. Endi bularning mana hollarida asoyin ko'pincha oladilar. Bu 3 milyon, 4,5 milyon. Gramına karab ketaveradi. Gelingi evler görüşüne yine bula boyuna. 1 milyon 700 ming so'mdan 2 milyona domba. Yine bula 3 milyondan 3 milyon 300'e dombayla. Gram razmerleri hem razmeri boy. Hamma razmeri bor-a, he? Kichkinada bir. 21 razmeri. Bo'ladi. Yana telefonim bilan qo'yaman. Agar shunday oltinlar kerak bo'ladigan bo'lsa, qandaydir ma'lumot bilajak bo'lsangiz, xudo xolasa telefonlar bilan o'rasizlar. Xohlagancha olishingiz mumkin, cheklanmay miqdorda topib beradilar. Quloqlari bir-biridan chiroylilari bor, shepka menagisi. Brasillarmi? Kleopatra 6 gram 7,5 milyon. 7,5 million, he? 1 milyon 300 ming so'mdan. Zimekaniki 1 milyon 350 ming so'mdan. Bu Zimekaniki. Bu ne? Ro'zdushka 1 milyon 300 ming so'mdan. Qaytib beramiz. Narxlari bor ekan. Brasletlar, qiziqadiganlar, yana xudo xolasa birdan like bosib qo'yasizlar. Yana ajoyiblari, saralari bor ekan. Hepga meni kelsangiz, xudo xolasa arzonlashib berasiz bizlar obunachilar. Kelaverasizlar. Ko'pchilik dastlabki so'rabdi, dastlabki aytib beradilar, qachon kelsalar pulni tashab berasizlar, xudo xolasa dastlabki aytib berasizlar. O'zbekiston, Toshkentda bo'ldim, dastlabkilari bor ekan. Xudo xolasa dastlabki aytaman degan insonlar bo'lsa, plastikka tashsiz, pulni tashashingiz bilan xudo xolasa chiqarib beradilar, narsalari yetib borishidan 100% kafolat beradilar. Xudo xolasa aloqa chiqarasizlar. Eng oxirgi do'kon ekan bu. Ko'ramiz, xudo xolasa bu yerdan ham. Assalomu alaykum. Qani arzonladimi, oltinlar qimmatladimi? Go'talidang, avvalgina qaraganda birja bahosi go'talanib turibdi, shuning uchun bu yerda oltinlar ham go'talida ekan. Qani esa bu odam boshimiz uzuklardan boshlayveramiz men. Chiroyli uzuklarni bosasiz, shunda men ko'rdim. Bular gramcha bo'ldi sizda? 1 milyon 300. 1 milyon 300 ming so'm.
Üzüklari, zo'rlari, yaxshilari bor. 1 million 300 dan da turibdilar. Xudo xolasa bir de ko'rib tursiz, assortimentlardan ko'p, katta anaxonlaringiz odam bor. Ana. Yosh qizlari, imni, yosh qizlar ekan bor, erkaklarni topasizlar. Chiroylarni. Bularcha bo'lib turibdi, qarang, bu yaxshi ekan. Shular 1 million so'm chiqib qoladi. 1 million chiqib boradi, lekin ko'rinishi yaxshi ekan lekin. Maska o'xshaydi ekan. Endi mana bu buncha so'm. Bular 2 million. Bular 2 million. Chiroylari bor. Bu nening o'ziga o'xshaydi ekan. Endi bularcha so'm. Bu 8 million. Bular 8 million, 8 million. Har xil summadagi bor ekan. Mana 200 lik bir qo'shilganmi yo o'zi shundaymi buni? Necha so'm bu ajiz? 2 million 200. Gabarit ko'rinadi ekan, lekin puli arzon ekan. Ko'rinish ketdi. Gelin qizlar qaysilarini olib turibdilar ko'pincha bideklarmi? Bunlar har xilisini olib turibdilar, yoshlar, moslar, har xillari bor. Yoshlar, moslar. Ishlar necha so'm bo'lib turibdi ishlar? Ular 1 million 300. 1 million 300 ming so'mdan bor ekan. Gelin salomuna boshqasini shunday narsalar olib turibdilar, to'g'rimi? Lekin chiroyli narsalar bor ekan. Gap qisqasi 1 million 300 dan hisoblab, shu uzuklarni olib bilanlanmasindan, kelishib qaytadoniz yana bor axir. Xudo xolasa. Yana qaytib beradiganlar bor ekan. Erkaklar o'ziga kerak bo'lsa, ulardan ham bor, agar ishtichi. Erkaklar ham bor. Erkaklar ham ko'rib turibman, shuncha aytib turibman. Har xillaridan bor, agar erkaklarga bormi deb so'rovchilar uchun har xillari bor bu yerda. Kelaverasizlar, uzuklari bedan tashqari bedan har xillari bor ekan. Batarishni aytib qo'ydilar, xudo xolasa. Ko'ring. Komplektlardan go'zalsangiz bizlar endi. Necha so'm bo'ldi, qo'l bilan go'zalsangiz ham bo'ladi, chiroyli kun tutdingiz. Ajoyiblari. Ishi birini Shulayni 8,5 million bo'ladi yana komplekt. 8,5 bo'lib boradi. Bu 13 million. Na 9 million har xili grammdan qarab baraveradi katta. Bu gram necha so'mdan buni? Gram 1 million 250 dan. 1 million 250 ming so'mdan ekan grammi. Xudo xolasa ishora kelsangiz 1 million 250. Komplektlar yaqin. Komplektlari yangilari kelgan axir. Miskinan desangizlar, tap beradilar. Qarang, bu uying eshiknami? Oynasini o'xshab ketadi ekan, lekin ko'rinishi chiroyli ekan. Nimlar bor ekan, gullaring, arxillari, chiroylilari. 4,5 so'm. Bu ham chiroyli ekan. Ular 9,5 million. 9,5 million, lekin ko'rinishi yaxshi ekan. Dorika boshqasi arxillari bor. Bu toza kelgandan keyin katta bo'lib turamiz. Bu 13 million. 13 million ishi. Gram 12 gram shunday. Lekin chiroyli narsalar bor ekan, komplektlar. Mana bu ham chiroyli ekan. Chetdagisi. Bu 8 million. Ko'rinishi ajoyib ekan lekin. Har xillari bor, kelaverasizlar, xudo xolasa qo'llangancha ajoyiblarni, sirlarni sizlarga topib beradilar. Endi bu narsalarga kelsak, bular olib ko'rsating endi bir ikkisini. Bizlar ham bir niyat etaylik, xudoyim. 950 proba. 750. 750 uzr 750 proba. Ko'rinishini qaranglar. Xudoyim shu ko'rib turgan insonlara, ayollarimizga nasib etsin. Bir dona like bosib qo'yamiz. Xudoyim niyat etib qo'yinglar bir 10 ming deb. Sizlar ham nasib etsin. Qarang, ne degan chiroylari bor, probalarni qarang bu. 750 proba, baholari sal qimmat. Bu dollarda yuradi, to'g'rimi? Har xillarni qizlarimiz uchun ekkalib, chiroylilarni taxlab qo'ydilar. Necha so'm bo'lib boradi endi baholarga kelsak. Masalan, shu uyni chiroyli ekan, ko'rinishlari ajoyib ekan. Brilliantdan o'xshaydi ekanmi? 2000 dollar. 2000 dollar, 1600 dollar. Bu 1600, lekin ko'rinishi yaxshi ekan. 1600 dollar. 1600 dollar bo'lib boradi aynan. Normal. Gelinlar azab Xudoyim hamma qizlar, gelinlar shunday chiroyli narsalar nasib etsin. Ajoyiblari dollarda ekan, lekin cho'tki narsa. Endi bu uzoqdan qaraganda tufli o'xshab ketadi ekan, lekin qarang. Yo men o'xshatdim, lekin ko'rinishi ajoyib. Ko'rinishlari sara, yaldirab, chiroyli bo'lib turishini qarang, gap yo'q. har xil gramlari bor. Nima? 3 gramlikda 2 gramdan ziyoddan tutib
7-8 grammadan bor hozir. Burasida har xillari bor, chiroylari bor. Bular gramchasi 1 million 300 dan. 1 million 300 hisoblab berasiz axir. Hava. 3 gram chiqsa shuni 1 million 300 dan hisoblab. Buni har xillari bo'ladi, eng gabaritlari ham boshqasi ham bor axir. Even yosh qizlar uchun qo'lda even sadaqadan ham bor ekan. Yo'q, gap yo'q lekin. Chiroyli narsa. Gap yo'q, shuning braslet dakomand desangizda xudo xolasa kelib ko'rishingiz mumkin. Ajoyiblari, saralari bor. Yani şu set so'ravadilar ko'pchilik, shu durishini so'mmi? 20 million. 20 million, necha gram bor? 20 gram. 20 gram. Nechata bachadimi mana? Ochilmadimi? Açık kuzatib beraman, aynan setlari. İşlaydi 100% bilan. Ajoyib bo'lib, chiroyli bo'lib turadi. 20 million so'm ekan. Mendan o'tgan safar kimdir so'ravadi, shularga tashakkur qilsizlar. Endi setli xillari, ajoyiblari bor ekan. Braslet xilasi. Yoz qizchalar uchun isirg'alam bular? Hava. Kichkina isirg'alar xilasidan. Har xilasidan bor, qizchalarimiz uchun isirg'alar kerak bo'lsa ham kelaverasiz, ajoyiblari bo'ladi. Endi nimalarga kelsak. Bu narsalar necha so'm? Bular gramıncha so'm, eng arzoni necha so'm? Eng arzoni 1 million 200 dan. 1 million 200 dan boshlanadi ekan. 1 million 200 dan inshaalloh. Na 1 million 250 na bular. 1 million 250. Birgina zimni kelajak 1 million 300 dan gram. 1 million 300 ming so'mdan zimni kelar ekan. Kelib ko'raverasizlar. Bir ikkisini olib bering, anada nasib turibdi. Ne qaytarib turibdi. Yoqdi qaytarib turibdi. Ana endi o'xshaymiz-da. Ajoyiblar bor. Bularcha so'mdan dedingiz bularni? 1 million 300 dan. Ha, bu zimga axı bu, Oltin daqsalar davleniyasi qaytadi deydilar. Sizlarga yaxshi xizmat etadi deydilar. Shuning uchun yaqinlaringizga, ayollaringizga olib beringlar. Ana qarang, ajoyiblari, saralari bor. Hep kim yana kelsangiz, ayoq Askar akam numaralarni telefon saningizlar, ishning ajoyiblarini sizlarga olib borib beradilar. Ajoyiblar, saralari bor ekan. Gap yo'q, ajoyib. Bu ne kilolarcha so'm? Yo'llari gramına qarab har xili. Gramıncha so'm? Gram 1 million 300 dan. 1 million 300 dan. Sal ochib beringsiz. Grami 1 million 300 dan. Har xillari bor. Buni kelib o'zlari tanlaydilar, gramini tanlaydi. Hava gramına qarab beramiz. Gramlar. Bular chiqadi. Bular gap qisqasi 1 million 300 dan qayladi. Hava. Yana qaytib beradiganlari bor, xudo xolasa. Berishlari mumkin. Har xillari bor. Xudo xolasa nomerlarni pastga yozib qoldiraman. Shunday oltinlar kerak bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa gelib ishidan olishingiz mumkin yoki da telefon etsangizlar shu Qozog'iston bo'lsa-da dastlab ketib ham beradilar. Shunday narsalar kerak bo'ladigan bo'lsa, agar ishlashamay optimal deydiganlar bo'lsa, optimchilar bilan ishlashasiz, to'g'rimi? Yo'q, men Qozog'iston emas, boshqa yerdan olib sotishakman desangizlar, sizlarga arzon baholarda, chiroyli narxlarda, xudo xolasa, shu oltinlardan ichida desangizlar topib yetkazib beradilar. Xudo xolasa kelaverasiz do'konimizdan. Yaxshi aka, rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling, ishlaydi omad.